ismim Ortiqul, korporativ bo'limda yetakchi menejer lavozimida ishlayman. Bizga har haftasiga tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazish topshirig'i berilgan Markaziy bank tomonidan, hokimiyat tomonidan. Sababi hozirgi kundagi tadbirkorlarning muammolarini o'rganib, hozirgi kundagi bankdagi yangiliklardan sizlarga yetkazib turishimiz kerak. Shu maqsadda sizlarni vaqtlaringizni olib shu yerga yig'ilganmiz. Demak, hozirgi kunda Alfa-bankdagi mavjud imtiyozli kreditlar, omonatlar, o'tkazmalari, xullas bank haqida nimaiki savollaringiz bo'lsa, bemalol bersalaringiz bo'ladi. Qo'ldan kelgancha yordam berib, savollaringizga javob berib, agar amaliy yordam kerak bo'lsa, yordam berishga harakat qilamiz. Demak, hozirgi kunda xabarlaringiz bor, 2025-yilda yoshlarimiz uchun imtiyozli kredit joriy qilindi. 14-fevralda Prezidentimizda yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish, ularning bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 62 sonli qaror imzolandi. Ushbu qarorga asosan Alfa-bankda barcha tumanlarda malakali bank xodimlari biriktirilib, o'sha tumandagi yoshlarni o'rganib chiqdi. Ularni agar tadbirkorlikka qiziqishi bo'lgan yoshlarga imtiyozli kreditlar joriy qilindi. O'sha imtiyozli kreditlar berildi. Tadbirkorlik qilish istagi bo'lmagan yoshlarga esa ish bilan ta'minlash choralari ko'rildi. Bu qaror hozirgi kunda o'z kuchini yo'qotdi, ya'ni o'sha 62 sonli qarorga asosan ajratiladigan kreditlarimiz to'xtatildi. Uning mantiqiy davomi sifatida 213 sonli qaror chiqdi, ya'ni o'sha 62 sonli qarorga bir qator o'zgartirishlar kiritilib, 213 sonli qarorga asosan hozirgi kunda imtiyoz kredit beryapmiz. Yoshlarga 18 yoshga to'lgan, 31 yoshdan oshmagan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga o'sha imtiyozli kredit beryapmiz. 18%dan 7 yil muddatga 2 yilgacha imtiyoz davri bilan beramiz. Agarda mavsumiy xarakterga ega tadbirkorlik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha qishda daromad keltirmaydigan, yozda daromad keltirmaydigan mavsumiy tadbirkorlik bo'ladi. O'shanaqa bo'ladigan bo'lsa, 3 oygacha foizdan ham imtiyoz davri beramiz. Ya'ni 3 oy davomida siz hech qanaqa kredit to'lovlarini amalga oshirmaysiz. Hozirgi kunda ushbu kredit produkti jismoniy shaxslarga va yuridik shaxslarga ikki xil tartibda beramiz. Jismoniy shaxslarga 100 million so'mgacha o'sha loyihadan kelib chiqib beriladi. Masalan, IT sohasi uchun, o'sha kompyuter soatxonligi uchun o'sha 20 million so'mgacha, qaysi yo'nalishlarga 40 million, 50 milliongacha beriladi. Yuridik shaxslarga esa 10 milliard so'mgacha beriladi. Oldin 62 da 5 milliardgacha edi. 18%dan 7 yil muddatga beriladi. Taqiqlangan faoliyat turlari bor. Spirtli ichimliklar, qimor va oldinga olingan kreditlarni yopish uchun bahobaza va qonunchilikda taqiqlangan faoliyat turlariga beriladi. Qolgan hamma faoliyatlarga beriladi. Ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, savdo, hamma faoliyatlarga beriladi. Kimda o'sha kreditga qiziqishlari bo'lsa yoki tanishlari bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsalaringiz bo'ladi. O'sha kreditlarni o'sha belgilangan tartibda chiqarib beramiz. Bo'ladi.